Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Gipki kaminga qiziquvchilar. Yana bir kichkinagina obyektimizda tashqi fasadlariga Gipki kaminlarimizni yopishtirib, xonadon egalariga topshirdik. Почти 19 kvadrat zakaz qilishgandi. 95 ming so'mdan devor tekizlab, Gipki kaminlarimizni yopishtirib, lakini sepib, uy egalariga topshirdik do'stlar. Gipki kaminga qiziquvchilar, eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Do'stlar, biz hozirda O'zbekiston bo'ylab xizmat faoliyatimizni olib boryapmiz. Do'stlar, telefon bo'lyapti bizga, reykaga qatiriladimi yo'q. Bizning mahsulotimiz Gipki kaminimiz tekis devorga yopishadi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Do'stlar, ushbu obyektchamizda Gipki kaminlarimizni yopishtirganlik haqidagi video syomkani video oxiriga joyladik. Qanchalik o'zgardi, ko'rib o'zlaring baho berasizlar do'stlar. Xizmat mehnatlarimizga yoqsa, like tugmasini bosishni ayamanglar do'stlar. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz.